Aleyküm kırındaşlarım, Nuruz eyyamınlağa mübarek olsun. Yeni yeşillağa, yeni kadınlağa gülçümen tileymen. Bugün bizge tikilip doğan aziz halkımıza çin köngülümüzden rahmetimizi bildirimiz. Rahmet. Çoğunlardan anlığan mındaq bir rivayetini deppagim kilip atıdı. Kime de iki nayız kemiken, biri çaşkan, biri qo'ng'izxon. Keyin çaşkan paydo bo'libdi. Kiyimini tiyishibdi. Kime ko'mtirilish xavfiga duch kelibdi. Xaloyiqlar tushkun topolmabdi. Nuh alayhissalom qaysi jonivor mush tushkuni etsa, men har qanday talabini o'rinlayman debdi. Yılan me uğurlayman deb çıkıptı. Talabing nima deb so'rabdi. Men eng tatlıq et, yani go'shtni talab qilaman debdi. Nuh pashini eng tatlıq etni tepishga buyuribdi. Kech bo'libdi. Pash qaytib kelmabdi. Shuning bilan Nuh alayhissalom qalğaçni buyuribdi. Qalğaç yerim yolda paş bilan uchrashibdi. Nima uchun kechikib qolding deb so'rabdi. Paşa, men yer yuzida aylanib odamzot itidan tatlıq narsani ko'rmadim debdi. Qalğaç paşının tilini chiqarib baq debdi. Tilini chiqargan vaqtida tumishqi bilan tilini cho'qibdi. Shuning bilan ikisi Nuh alayhissalomning oldiga kelibdi. Nuh so'rabdi. Nimaning tini qani ham tatlıq ekan deb so'rasa, Paşa ochiq g'ingshibdi. Qalğaç debdi. Surpaqaning tini eng tatlıq ekan debdi. Shuningdan itiboran yılanning rizqi qurpaqa bo'libdi. Shundan keyin qalğaçning mush yaxshiligi uchun odamzat bolalari qalğaçni ulug'laydigan bo'ldi. Mening o'qib bermoqchi bo'lgan she'rim chiroyli yaxshilik. Rivoyatni tug'ar rivoyat. Muhabbatni tug'ar muhabbat. Yaxshilikda bar gulning uzligi dil xonasida saqlanar abad. Qosh techi degan pagoda turar, to'rda hargiz turmaydi tova. Qalğaçqa peshayvon qahriga yasaymiz uva. Uusimi bir kimlarga bo'larmish davo. Pashini yo'qitar tilini cho'qib, niyat pokiz maqsadi ro'shan emasdir g'uva. Kuşlar sayrar qalğaçni agib, kuşlar tilida madiha duo. Yaxshilik aman, aman ativa. Sadiqi yordam bir tüvü qaman. Samime birilse appak appak nan. Aksichi bo'lsa g'izoyi şeytan. Odam yaxshilik qilg'uchi ham qilinguchi. Görünmez tıqbirli bağrı tilin qo'chi. Şunlaşqa qeni tatlıq hem jeni tatlıq. Odam bolasi qalğaç ro'yini nesildan nesil qildirsa davom. Yaxshilik yo'li bo'lsa dag'dam, taz oltin tag'aqni itilmas damdam. Kalamdı bar hem kallamdı bar. Kishilarga berilgan narsaning yaxshisi chiroyli xuluqdir. Onunla berilgen narsalarning yomoni bo'lsa, ko'rinish chiroyli bo'lsa-mu, qalbida yomonlik barlaridir. Ming odam orasida mingdak yaxshi bor. Uyg'ur xalq orasida mundaq naqshi bor. Qalğaç qar bo'lur, qaniti ola bo'lur, yomonlikni ko'rganda ish bag'ri yara bo'lur. Qo'lni yuvsa, qo'l kelib yuzni yuydi. Yaxshilikning bar suyunchisi. Tunugimmi, bugünmü, etimi, köktümü, yerdimi, gördümü. Rahmet. Rahmet.